Дорогие друзья, всем здравствуйте! Как ваше настроение? Отлично, да? Меня зовут Madina Rustamовna. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Madina Rustamовna. Bugundan boshlab biz sizlar bilan 21 kunlik challenge'imizni boshlaymiz. Xo'p, bundan maqsad nima, друзья? 21 kun davomida siz meni ushbu video darslarimni YouTube sahifasidan ko'rasiz. Har 7 kunda o'tilgan temalar bo'yicha yopiq Telegram kanalimizda, Atlichani kanalida, demak, savol-javoblar qilamiz va 21-kuni o'tilgan mavzular bo'yicha jonli efirda Telegramda 6 nafar g'olibni aniqlaymiz. 3 nafar g'olibga Atlichni o'quv markazining onlayn darslaridan 100% grant va'da qilganmiz. Qolgan 3 nafar o'quvchiga esa Atlichni o'quv markazining yangilangan 4 oylik offlayn kurslariga har birlariga 100% dan grantni e'lon qilganmiz, друзья. Xo'p, asosan ushbu 21 kunda biz sizlar bilan barchamizni qiynagan eng katta bo'lgan og'riqli nuqtamiz padejlarni o'tamiz. Xo'p, maksimum harakat qilaman ushbu padejlarni qisqa va lo'nda sizga tushunarli qilib tushuntirishga. Друзья, bizning eng birinchi padejimiz bu imenительный падеж. O'zbekchasi bosh kelishik degani. Ushbu padej, друзья, ushbu padejda o'zbek tilida hech qanday qo'shimchalar mavjud emas. Xo'p, keyingi faktimiz, ushbu kelishik, друзья, rus tilida кто, kim, что, nima savollariga javob bo'ladi. Bu yerda men nimani aytib o'tmoqchiman? Biz o'zbek tilida kim savoliga faqatgina shaxslar va kasblarni javob qilsak, rus tilida esa кто savoliga nafaqat insonlar, люди, kasblar, professiya, balki животные, hayvonlar, птицы, qushlar, насекомые, hasharotlar ham кто savoliga javob bo'lar ekan. Misol uchun, koshka, mushuk, кто это? Рыба, baliq, кто это? deb savol berar ekansiz. Demak, imenительный падежный savollari кто va что degani ekan. Дальше. Дорогие друзья, ushbu kelishikda hech qanaqa old qo'shimchalari yo'q. Bilamiz, boshqa padejlarda v, na, is kabi qo'shimcha bo'lsa, lekin rus tilida ushbu padejda bunday qo'shimchalar yo'q. Misol uchun, menda ruchka bor demoqchi bo'lsangiz agar, u меня есть ручка deb aytasiz. U меня есть v ruchka, na ruchka so'zlari qo'shilmaydi. Dальше davom etamiz, друзья. Demak, ushbu kelishikda otlarni qo'shimchasi. Простите, конечно. Так, demak, друзья, imenительный падежda bizda rus tilida so'zlarni 3 guruhga bo'lamiz va ularni nomlarini rodlar deb ataymiz. Rus tilida rodlarimiz so'zning oxirgi harfidan bilib olish mumkin bo'ladi. Misol uchun, so'zning oxirgi harfida 10 to'nli harf bo'lsa, qo'shimcha bor ekan. Ya'ni so'z rus tilida tayyor so'zlarning o'zidagi oxirgi harfi bu qo'shimcha degani ekan. Qo'shimcha rus tilida окончание. Demak, xulosa qilamiz. Imenительный падежda ruslarni 3 ga bo'lamiz. Ularning nomi rodlar va biz rus tilidagi rodlarni ularning oxirgi harfidan bilib olamiz. Siz rus tilini endi o'rganyapsizmi yoki bo'lmasam ancha bazangiz bormi? Rodlarni yaxshilab bilib olishingiz kerak. Chunki padejlar ham rodlarga qurilgan, друзья. Tak, endi agar so'zlarning oxirida ushbu 10 ta unli harf bo'lsa, bunday so'zlar oxirida qo'shimcha bor degani. Agar 10 ta unli harf bo'lmasa, qo'shimcha yo'q degani. Давайте eslab qolamiz bularni. Aytib o'tamiz. A, ya, o, yo, u, yu, i, ye. Agar so'zlarning oxirida ushbu 10 ta harf bo'lmasa, bunaqa so'zlarimiz мужской rodda degani, друзья. Misol uchun, что это? Это telefon. Telefon oxirgi harfi n, to'g'rimi? 10 to'nli harf bormi? Yo'q. Demak, bunday so'zlar мужской rodga tegishli ekan, друзья. Demak, mana qaraymiz. Мужской rod deganda siz so'zlarning oxiri o'ndosh harf bilan tugasa, ya'ni oxirida 10 to'nli harf bo'lmasa, мужской rod deb aytasiz. Например, stol. Stol. Stol so'zida, друзья, e'tibor beramiz. Вот, kattaroq qildim siz uchun. Stol so'zida oxiri l bilan tugayapti. Yuqoridagi 10 to'nli harf yo'qmi? Bo'ldi. Bunday so'zlar мужского рода. Yokida dars, urok oxiri k bilan tugadi.
a ya o yo'la yo'q bunday so'zlar bez окончанияni qo'shimchasiz murskovo roda bo'ladi yoki сын bu o'g'il farzand degani. Bu ham bez окончания murskovo roda bo'ladi. Demak, so'zlarning oxirida 10 to'nli harflar bo'lmasa, bu so'zlar murskoy rodga tegishli, друзья. Endi, agar so'zlarning oxiri ikratki bilan tugasa, biz buni so'zda ye deymiz, alohida nomi ikratki bo'ladi. Misol uchun, muzey oxiri ikratki bilan tugadi, murskovo roda, geroy murskovo roda, Чай murskovo roda. Endi undan tashqari oxiri mягкий знак siz tilingizda olticha bilan tugasa ham bunday so'zlar murskoy rodga tegishli. Misol uchun lug'at, словарь. Простите. Xo'p, yigit, парень murskovo roda, yomg'ir, дождь murskovo roda bo'ladi. Так, друзья, endi женский rodni ko'ramiz. Agar so'zlarning oxiri a, ya, mягкий знак bilan tugasa ham bunday so'zlar женского roda. Misol uchun aga, ona, mama, xona, комната, mashina oxiri a bilan tugadi, bo'ldi. Bunday so'zlar, друзья, женского roda. Endi oxiri ya bilan tugasa, qo'shiq, песня, oila, семья, xola yoki amma, teta, oxiri ya bilan tugayapti. Demak, bunday so'zlar, друзья, женского roda bo'ladi. Так, oxiri mягкий знак bilan tugasa ham bunday so'zlar женского roda. Titrat, daftar degani. Titrat. Maydon, площадь. Mать, ona, mать. Mama bu oyi degani, mать bu ona degani. Endi, друзья, средний rodni ko'ramiz. Oxiri o bilan tugagan so'zlarimizni. Окно, deraza degani. Молоко, sut degani. Место, o'rin joy degani. Oxiri ye bilan tugaydigan so'zlarimiz. Море, dengiz degani. Здание, bino degani. Общежитие, talabalar turar joyi. Va oxiri miya bilan tugaydigan so'zlar. Друзья, ahamiyat beramiz. Женский rodda ya harfi bor, средний rodda miya harfi bor. Buni biz qanaqa ajratamiz? Средний roddagi so'zlarda oxiri miya bilan tugasa va may va ya o'rtasida qo'shimcha bukva bo'lmasa, bunday so'zlar среднего roda. Misol uchun, imya. Miya bu средний rodda, ya'ni imya, ism. Время, vaqt. Семья bu oila degani, urug'ini yega berib semya desangiz bu urug' bo'ladi. Семья женского roda, oila, semya, urug', среднего roda. Дорогие друзья, bugungi mavzuyimiz demak bu bosh kelishib, ya'ni imenительный падежda. Mana shu падежni yaxshilab bilib olsangiz agar, qolgan падежlarni o'rganishingiz ancha buncha oson bo'ladi, друзья. Demak, imenительный падежimizda katta savollari, кто что bo'ldi, hech qanday predloglari yo'q, 3 ta rodi bor ekan, murskoy, женский va средний rodlar, друзья. Va ularni oxirgi harfidan rodini aniqlashimiz mumkin. Albatta, друзья, biz домашнее задание, uyga vazifalar orqali bugungi mavzuni mustahkamlashimiz kerak. Men sizga домашка ham tayyorlab qo'yganman, друзья. Так, значит, домашнее задание, uyga vazifa. Quyidagi so'zlarni rodlarga ajratib, Telegram kanalga yuboring. Telegramga kirasiz. Qaysi davlatda, shaharda bo'lishingizdan qat'iy nazar Telegramga kirdingiz. Lotinchada 3 ta o bilan отлично yozsangiz agar, друзья, bizni Отлично o'quv markazi kanali kelib chiqadi va o'sha yerga mana bu so'zlarni menga rodini yuborishingiz kerak. Misol uchun, dom chiziqcha murskovo roda, m.re. Komnata oxirgi harfi a-mi? Komnata chiziqcha женский roda, polni mana shu mashqni menga yuborishingiz kerak bo'ladi. Хорошо?
Mana stop qilib turaman, 3 gacha sanayman. Xohlasangiz telefoningizga, kompyuteringizga skrinshot qilib olishingiz, videoni stop qilib, yozib olib, rasmlarni ham yuborishingiz mumkin yoki Telegramda yozib yuborsangiz ham bo'ladi uyga vazifani. Esingizdan chiqmasin, uyga vazifa yuborgandan keyin ism, familiyangizni va usernamingizni qoldirsangiz agar, biz doim darsda faol qatnashgan o'quvchilarni alohida saralab olamiz yutug'imizni tushuntirishga. Tak, demak 21 kunlik challengeimiz 10-noyabrdan boshlab davom etadi. Har kun Atlishnani YouTube sahifasiga yangi darslarni qo'yib boriladi. Darslarni oxirigacha ko'rgan, vazifalarni bajargan va savol-javobdan o'tgan 6 nafar ishtirokchiga maxsus sovg'alar beriladi, друзья. На этом все. С вами была я, Мадина Рустамовна. На этом все. Пока-пока.